Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz yadro reaksiyalar mavzusi hisoblanadi. Demak, yadro reaksiyalar o'zi bu nima degan savol sizlarda tug'ilishi mumkin. Yadro reaksiyalar bu atom yadrosida o'zgarish bilan boradigan jarayonlar, ya'ni biron bir zarrachaga atomga kirishi yoki biron bir zarrachani atomdan chiqib ketishi bilan boradigan reaksiyalar bizda yadro reaksiyalar deb ataladi. Endi yadro reaksiyalarda bizga atomga quyidagi zarrachalar kirishi yoki ajralishi mumkin. Birinchisi alfa zarracha, ikkinchisi proton, neytron birikishi mumkin atomga yoki plus beta, minus beta yoki yorug'lik kvanti bizda atomimizga yadrosiga kirishi yoki ajralishi mumkin. Demak, endi bizda alfa zarrachani ko'rib chiqamiz. Alfa zarracha ikkinchi nomi geliy deb ataladi. Uning massasi 4 zarrada plus 2 ga teng. Shu bois ham geliyimiz bizda plus 4 massali bo'lganligi hisobiga geliy deb ataladi. Demak, mana bu yoqda ko'rsatganman. A tepasiga massasini yozilgan, zarrada tagiga yozib qo'yilgan. Demak, keyingi zarrachamiz proton. Proton ikkinchi nomi vodorod deb ataladi, chunki vodorodimiz bir massaga ega. Demak, protonimizning massasi 1, zarrada plus 1. Keyingisi neytron. Neytronimiz massasi 1, zarrada 0 ga teng. Demak, keyingi zarrachamiz bo'ladigan bo'lsa elektron, minus beta deb ham ataladi. Agar masalalarda minus beta kelmagan bo'lsa, har doim uni plus beta deb olish kerak. Chunki minus beta keladigan joyda har doim mana shu minus beta tagiga minus qo'yib yoziladi. Demak, minus betamiz, ya'ni elektronimiz massasi 0 ga teng, zarrada minus 1 ga teng. Keyingisi pozitron, ya'ni plus beta. Boya aytganimdek, shu yadro reaksiya masalalarida plus beta deb keladigan bo'lsa, bu pozitron hisoblanadi. Demak, unimizning massasi 0 ga teng, zarrada plus 1 ga teng. Keyingisi yorug'lik kvanti. Yorug'lik kvanti endi deyarli masalalarimizda ko'p uchramaydi. Shu sababli uni oldida koeffitsient berilgan bo'lsa ham, koeffitsiyentini deylik 3 bo'ladigan bo'lsa, buni 3 ga ko'paytirib, zarraga ham ko'paytiradigan bo'lsak, baribir 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun yadro reaksiyalarida yorug'lik kvanti berilgan bo'lsa, biz uni inobatga olmasak ham bo'ladi. Ya'ni tenglamaga tushayotganda bu umuman ahamiyatsiz. Endi yadro reaksiyalarida bizga asosiy 3 ta zarracha, ya'ni nurlar radioaktiv hisoblanadi. Bu qaysi zarracha degan savol tug'iladi. Bu zarrachalar bizda alfa, beta, gamma zarrachalari bizda nurli radioaktiv zarracha hisoblanadi. Endi yadro reaksiyalarida ikkiga bo'linadi. Ya'ni radioaktiv va sun'iy radioaktivlikka bo'linadi. Radioaktivlik bilan tanishamiz. Radioaktivlik bu nima? Ya'ni kimyoviy elementlarning beqaror, ya'ni mustahkam bo'lmagan izotoplarning yadrosidan biron bir zarrachaning ajralishi yoki nurlar chiqazib boshqa xil element yadrosiga aylanishi bizda radioaktivlik deb ataladi. Demak, bu tushunchani fanga bizda Becquerel degan olim kiritgan. Radioaktivlik so'zining o'zining ma'nosi faol nur chiqaraman degan ma'noni anglatadi. Demak, endi elementning biz radioaktivligini qanday qilib bilsak bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu juda ham oson. Ya'ni biron bir elementning neytronlar sonini uning protonlar soniga bo'lamiz. Agar bizda javobimiz 1,5 dan katta chiqsa, bu radioaktiv element hisoblanadi. Lekin mana shu neytronlar sonini protonlar soniga bo'lganimizda buning javobi 1,5 chiqib qoladigan bo'lsa, teng bo'lib qolsa, ikkalasi 1,5 dan masalan 1,5 bilan 1,5 teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu elementimiz ham radioaktiv hisoblanadi. Lekin 1,5 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu radioaktiv hisoblanmaydi. Mana misollarda ko'rib chiqamiz. Demak, kalsiyimizning neytronlar soni 20 ta, protonlar soni ham 20 ga teng. 20 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsa, 1 chiqadi. Demak, birimiz 1,5 dan kichkina son hisoblanadi. Shuning uchun bu radioaktiv element hisoblanmaydi. Demak, keyingisi bariy. Bariyimizni ham neytronlar soni 81 ta, protonlar soni 56 ta. 81 56 ga bo'ladigan bo'lsak ham, chiqadigan son 1,5 dan kichkina bo'ladi. Shu sababli radioaktiv element hisoblanmaydi. Keyingisi platina. Platinamizni protonlar soni 117 ta. Yo'q. Neytronlar soni 117 ta, protonlar soni 78 taga teng. Demak, bu platinamizda mana shu 117 ni 78 ga bo'lganimizda chiqadigan son 1,5 dan 1,5 bilan teng bo'lib qoladi. Ya'ni 117 ni 78 ga bo'lganimizda 1,5 degan javob chiqadi. 1,5
demak 1,5 bilan teng bo'lganligi hisobli buni bemalol radioaktiv elementga olishimiz mumkin. Endi keyingisi bizda sun'iy radioaktivlik. Sun'iy radioaktivlik nima? Demak, radioaktiv bo'lmagan element maxsus usullar yordamida yadrosi o'zgarib, boshqa xil element yadrosiga aylanishi bu bizda sun'iy radioaktivlik deb ataladi. Demak, sun'iy radioaktivlik tushunchasini bizda Izen Curie bilan Friedrich Curie 1934-yilda fanga kiritgan hisoblanadi. Endi o'zbek olimlaridan ham bir qanchasi ilmiy ishlar olib borgan. Masalan, bularga misol qilib Oripov yoki Mo'minovlarni misol keltirsak bo'ladi. Radioaktiv elementlarning yemirish hodisasi 4 xil usul bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni birinchisi alfa yemirish, minus beta, plus beta hamda elektron yadroga quvlashi. Demak, yadro reaksiyalarida biz masala ishlashimizdan oldin juda bitta narsaga muhim qarab e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni reaksiyamizning chap va o'ng taraflarini yig'indisi teng bo'lishi kerak, ya'ni neytral holatda bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda qo'rg'oshinimizda zaryad 82 turibdi, to'g'rimi? Bu yoqda hosil bo'lyapti sinov bilan alfa zarracha. Hop, sinovimizni zaryadi 80 ga teng, alfamizniki +2 ga teng. Ikkalasini qo'shganimizda tegimiz 82 ni beryapti. Ya'ni neytral holatda bo'lishi kerak. Shunga juda katta ahamiyat berishimiz kerak. Demak, alfa yemirishda bunda radioaktiv element massasi 4 birlikka, zaryadi 2 birlikka kamayadi. Ya'ni qo'rg'oshinimizda alfa yemirish sodir bo'lib hozir bu yerda uning massasi 207 edi. Alfa yemirish bo'lganligi sababli uning massasi 4 birlikka kamaydi. Natijada 207 dan 4 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda 203 degan son kelib chiqadi. Endi zaryadi 2 birlikka kamayapti. Dastlab 80 edi, keyin dastlab 82 edi, keyin 80 ga tushib qoldi. Demak, va natijada bizda alfa zarracha hosil bo'lyapti. Demak, endi buni ko'ramiz. Xo'p, mana massasi 4 birlikka kamayapti hisobiga simovimiz massasi kelib chiqyapti. 203 lik simovni izotopi kelib chiqyapti. Zaryadi ham 2 birlikka kamayotganligi hisobiga 80 zaryadli sinov hosil bo'lyapti. O'zi simovimizni zaryad 80 ga teng, lekin uning izotopi 203 lik izotop hosil bo'lyapti. Demak, endi qo'rg'oshinimizning massasi bu yerda 207, lekin bu yoqda dastlab 203 son kelib chiqyapti mana. Yemirish, demak, yadro reaksiyasida yemirish sodir bo'ladi. Demak, 207 203 bu yoqda hosil bo'lyapti massasi simovni, lekin bizda yana tepamiz 207 ga tenglashishi uchun 4 massa yetmayapti. Demak, 4 massani bu yoqqa ikkilanmasdan qo'yamiz, ya'ni 4. Demak, tepamiz 207 bo'lib tenglashdi. Endi pastimizni tenglashtirib ko'ramiz. Bu yoqda 82 turibdi, simovimiznikiga 80 chiqib qoldi. 2 birlik yemirish natijasida. Demak, bizga yana 2 zaryadli qanaqadir zarracha hosil bo'lishi kerak. Demak, bu 2 zaryadli alfa zarracha hosil bo'ladi. Demak, keyingisi minus beta yemirish. Demak, minus beta yemirishda element yadrosidagi neytronlar protonga aylanadi. Natijada yadrodan elektron ajraladi. Massasi o'zgarmaydi, zaryadi 1 birlikka ortadi. Ya'ni mana qo'rg'oshinimiz minus beta yemirish natijasida qanaqadir A modda bilan beta minus beta zarracha hosil bo'ldi. Ya'ni qo'rg'oshinimiz 207 lik izotopi parchalanganda massasi o'zgarmaydi dedik. Demak, massalar teng, o'zgarmagan. Ham endi uning zaryadi 1 birlikka ortadi dedik. Qo'rg'oshinimizning massasi dastlab 82, zaryad 82 edi, lekin bizda bu yoqda A modda hosil bo'ladi, zaryad 83, chunki 1 birlikka ortgan. Va endi buni tenglashtirishimiz kerak reaksiyani. Demak, bu yoqda 83, bu yoqda 207 hosil bo'lyapti. Demak, pastimiz tenglashmayapti, chunki bu yoq 82, bu yog'imiz 83 bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu yoqda dastlab minus 1 lik zaryadli qanaqadir zarracha bo'lgan, bu minus beta hisoblanadi. Keyingisi plus beta yemirish endi xuddi shuni teskarisi hisoblanadi. Ya'ni element yadrosidagi proton, endi bunda neytronda endi proton bizda neytronga aylanadi. Natijada massa o'zgarmaydi bunda ham. Yadrodan pozitron ajralib chiqadi. Demak, keyingi yemirishimiz endi bizda elektronning yadroga qulashi. Demak, bunda elektron yadrodagi proton bilan birikib neytronga aylanadi. Natijada massa o'zgarmaydi, zaryad 1 birlikka kamayadi. Demak, mana ko'ramiz.
proton bilan elektron qo'shilishi natijasida neytron hosil bo'lyapti. Demak, massalar ikkalasida ham o'zgarmagan. Mana zaradi lekin o'zgargan. Bu yoqda protonimizning zaradi +1 da, elektronimiz zaradi -1 da. Demak, ikkalasi 0 bo'ladi, zarad bir-birlikka kamayapti. Demak, yadro reaksiya mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzuyimiz unaqa qiyin mavzu emas. Agar nazariyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan bemalol nazariyani o'qib, bilmingizni oshirsangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan bitta masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, biz hozir bilan optima to'plamdan bitta masala ko'ramiz. Demak, bizda masalamizda aytibdi, mana shu reaksiya natijasida qanday zarracha hosil bo'lgan degan savol berilgan. Demak, boya sizlarga aytganimdek, reaksiyamizning chap va o'ng taraflari neytral holatda bo'lishi kerak. Ya'ni, bu yoqdagi hamma sonlar teng bo'lishi kerak ikkalasi. Demak, endi buni ishlaymiz. Demak, bu yog'imizda alyuminiyimizning massasi berilgan 27, geliyimizning massasi berilgan 4. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 31 hosil bo'ladi. Lekin bu yoqda bizda fosfordan 30 lik izotop hosil bo'lib turibdi. Bu yog'imizga yana bir son yetmayapti. Shunda bu yog'imizdan 30 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 31 bo'ladi. Bu tepadagi sonlarimiz teng bo'ladi. Demak, bu yoqda noma'lum zarrachamizni massasi 1 ligi aniqlandi. Endi bularni bu tarafni zaradini tenglashtirishimiz kerak. Demak, alyuminiyimizning zaradi 13 ga teng, geliyimizning 2 ga teng. Ikkalasini qo'shsak 15 bo'ladi. Lekin bu yoqda fosforimizniki tayyor berilgan 15. Demak, bu zarrachamizni zaradi 0 bo'lgan. Demak, bu zarrachamiz neytron. Bu bizda hop B javobga to'g'ri keladi. Demak, keyingi masalani ko'ramiz. Demak, keyingi masalamizda bizda reaksiya berilgan. Demak, bizda masalamizda aytilgan ushbu yadro reaksiyada x va y qiymatini aniqlang degan savol berilgan. Demak, bu masalamizda ham reaksiyamizning chap va o'ng tarafini dastlab tenglashtirib olishdan boshlaymiz. Ya'ni 223 bu yoqda Fransiyaning massasi berilgan. Fransiya bizda yemirilganda qanaqadir 203 lik elementni izotop hosil bo'lgan va bu yoqda Fransiyamizning zaradi 87 berilgan. Va bu yoqda qanaqadir elementimizning ham zarad 81 ligi berilgan. Demak, bizda reaksiyamiz natijasida minus beta hamda alfa zarracha hosil bo'lgan. Endi buni tenglashtirishimiz kerak x va y ni qiymatini topishimiz uchun. Demak, dastlab tepani tenglashtirib olamiz. Bizda minus betamizni tepasi massasi 0 bo'lganligi hisobiga y'imizga qanaqadir koeffitsient qo'ymasdan turamiz, alfadan kelib ishlaymiz. Demak, alfaga mana shu yerga necha koeffitsient qo'yilganda tepamizdagi massa, ya'ni bu yoqdagi 223 bilan teng bo'ladi. Hozir bu yoqda 203 berilgan, demak bunga 20 soni yetmayapti. Shunda bu yog'imiz x'imiz 5 bo'ladi. Koeffitsiyenti 5 bo'ladi ekan. Ya'ni 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20 hosil bo'ladi. 203 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak 223 bo'ladi. Demak, tepamiz tenglashdi. Endi pastni tenglashtirib olamiz. Pastida bizda Fransiyamizning zaradi 87 ga teng, lekin bu yoqda qanaqadir elementning yadro zaradi 81 hosil bo'lib turibdi. Demak, bizga qanaqadir nechidir son yetishmayapti. Demak, 87 dan 81 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 6 hosil bo'ladi. 6. Demak, bu yog'imizda 5 koeffitsient qo'yganimizda alfamizni zarradan 2 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 10 hosil bo'ladi. 10. Demak, bu yog'imiz 91 bo'lib ketadi. Bizga 87 ikkalasi teng bo'lishi kerak. Demak, 91 dan 87 ni ayirib tashlaymiz. Natijada bizda 5 soni kelib chiqadi. Demak,
y-imizni bundan ma'lumki koeffitsiyenti 4 ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni endi hisoblaydigan bo'lsak 81, 81 ga 81 bo'lsa 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. Natijada hop 91 bo'lib ketadi. 91 dan 4 ni ayiramiz, chunki 4 ni -1 ga ko'paytiryapmiz. Shu sababli 91 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, bizada 87 degan javob keladi. Demak, bu bizada A javobga to'g'ri keladi. Mavzuyimiz sizga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi mavzularimizdan kuzatib borishni unutmang. Sog' bo'linglar.